Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizni kuzatib boruvchilar, kanalimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun yangilik bilan video obzor qilyapmiz. Shu paytgacha qishloq xo'jalik sohasida video obzor qilganmiz, to'ylarda, bog'larda video obzor qilganmiz. Bugun yangilik. Xudo xolasa bunga ham o'zi oldindan qiziqishimiz bor edi. Faqat fursat bo'lmayotdi. Mana Uzun tumani Yangi Ro'zg'or mahallasiga kirib kelish. Mana bu yerda Uzun tumani svetofordan kirib kelasizlar. Sudxona 100 metr bu yoqda poyez yo'l. Va mana bu yer Uzun sentrga ketadigan yo'l. Mana bu yerda mana 50 metrdan katta maktab va uning orqasida katta bog'cha bor. Mana bu yerda 50 metrdan keyin kadastr bor ichkarida va mahalla idorasi va 100 metrdan keyin poliklinika joylashgan. Bu Yangi Ro'zg'or mahallasining sentriga kiradi. Endi mana shu yerdan poyez yo'ldan o'tganda o'ngga burilganda mana shu yerda bir 8 sotiklik yaxshi zo'r yer bor, sotilyapti. Shuni hozir video obzorini qilamiz. Mana shu poyez yo'l yoqasidan kirib kelganingizda 50 metrdan keyin mana bu yerda kanal o'tgan. Mana shu kanalning bo'yidan kanaldan o'tgandan keyin mana shu yerga 5 metr enida yo'l ajratilgan. Shu yer uchun alohida yo'l. Mana shu hozir yerga kirib boramiz. Mana yo'l bo'yidan kirib keldik. Mana shu ko'rib turgan yerlaringiz kvadrat qilib o'lchangan 8 sotuq yer maydoni. Bu shu paytgacha bog' bo'lib foydalanilgan. Kimdir puli bor olib qo'ysa, qo'shimcha bog' qilib foydalansa bo'ladi. Yoki ishlab chiqarish sexini qurib foydalansa bo'ladi. Yoki turar joy qilib foydalansa ham bo'ladi. Hamma dokument, hujjatlar taxt holatda. Kimga yoqqan bo'lsa marhamat murojaat qilaverasiz. Yangi Ro'zg'or mahallasi, Jumaota Nazarov ko'chasi. Sudxonadan kelganda poyez yo'lidan o'tganingizda o'ng qo'lga qayrilasiz va 100 metr ichkarida. Puldorlar uchun zo'r joy. Agar xonadon qilib foydalanaman desangiz ham 8 sotik joyda 4 sotikdan ikkita farzandlaringizga yer qilib bersangiz ham bo'laveradi. Suvlardan umuman muammo yo'q, chunki mana katta ariq, suv postoyanniy bo'ladi. Yo'llari shu yer uchun ajratilgan. Egalari ham ishonarli odamlar. Qo'ni-qo'shnilar juda ahil inoq. Bu mahallaga xudo xolasa hali gazlar ham o'rnatiladi. Hech qanday narsada muammo bo'lmaydi. Nomerlar 91 573 09 64 raqamlari murojaat qilaverasizlar. Endi bu yer narxi keladigan bo'lsa $3000 egalari so'rashyapti. Atay ozmoz kami bor. Agar bizni videolarimizni ko'rib, biz orqali kelsalarning $2500 dan qilib berishar ekan. Albatta uning uchun biz nomimizni aytishlaring kerak. Chunki biz uy egalari bilan shunday kelishdik. Hamma qulayliklari zo'r. Men o'zim ham qiziqdim. Pul bo'lsa olib qo'ysa zo'r joy. Yoki bir kattaroq molxona qilib chorvachilik bilan shug'ullansalaringiz ham bo'ladi. Bu oladigan odamlarning o'ziga bog'liq. Sog'-omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin. Shu kanalimizga obuna bo'lib, kanallarimizga, videolarimizga like bosib, podpiska qilib qo'ysalaring juda mamnun bo'lamiz. Bu ish bilan ham shug'ullanamiz deb yurardik. Boya aytganimdek fursat bo'lmaganda. Agar kimda reklamalar bo'lsa, reklama qilib beramiz, xudo xolasa. Omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin.